Assalomu alaykum azizlar. Bugun siz bilan tabiatning o'zi bizga inom etgan shifobaxsh ne'matlardan biri rayhon haqida so'z yuritamiz. Rayhon qadim zamonlardan shifobaxshlik ramzi bo'lgan. Xushbo'y, go'zal bir o'simlik. Uning nomi ham xushbo'y, muattar degan ma'noni anglatadi. Shundoqqina hidlab ko'ring, tabiatning nafasini his qilasiz. Rayhon nafaqat oshxonalarimizdagi mazali taomlarga mazza va hid bag'ishlaydi, balki u shifo manbai sifatida ham qadrlanadi. Uning barglari, damlamasi, xushbo'y hidi hammasi organizm uchun bebaho foydalarga ega. U viruslarga qarshi tabiiy muhofaza. Rayhon viruslarga, mikroblarga va infeksiyalarga qarshi samarali kurashadi. Shu boisdan u tabiiy antibiotik sifatida e'tirof etilgan. Agar uyingizda gultuvakda rayhon bo'lsa yoki bog'ingizga ekilgan bo'lsa, bu siz va yaqinlaringizni shamollash va infeksiyalardan himoya qiladi. Og'iz bo'shlig'i va tishlar uchun foydali. Rayhon qaynatmasi og'izdagi mikroblarni yo'q qilib, tish toshlarini bartaraf etadi. Milklaringiz og'riydimi? Qaynatmasi bilan chaying, natijasini sezasiz. Bosh og'rig'i va migrenda yengillik beradi. Migren yoki bosim sababli boshi og'riydiganlar uchun rayhon damlamasi tabiiy yengillik manbaidir. U asabni tinchlantiradi, tanada quvvat uyg'otadi. Yo'tal, ko'k yo'tal va o'pka xastaliklarida rayhon nafaqat o'tkir shamollash, balki o'pka muammolarida ham yordamchi. Hatto sil kasalini davolashda ham samarasi isbotlangan. Yurak va xolesterin uchun foydali. Tarkibidagi moddalar yomon xolesterinni tushiradi. Yurak xastalari uchun rayhon barglari tabiiy himoya vositasi hisoblanadi. Buyrak toshlari va og'riqda yordamchidir. Peshob haydash xossasi tufayli u buyrakdagi toshlarni eritishda yordam beradi. Og'riqni qoldirish xususiyati esa uni yanada qimmatli qiladi. Me'da, ichak, asab va immunitet tizimida, gastrit, kolit yoki qorin dam bo'lishida rayhon damlamasi yengillik beradi. Asab tizimini tinchlantiradi. Ruhiy tushkunlikka qarshi faol ta'sir ko'rsatadi. Ilmiy tadqiqotlar uning hatto xavfli o'smalar o'sishini to'xtatishini ham ko'rsatgan. Biroq u barcha uchun mos emas. Homilador ayollarga qat'iyan man etiladi, chunki bu homilaga zararli bo'lishi mumkin. Emzikli ayollar ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarga esa berish tavsiya etilmaydi. Azizlar, tabiat shifosi har qadamda. Faqat biz uni to'g'ri anglab, oqilona foydalanishni o'rganishimiz kerak. Agar siz uyingizda rayhon o'stirsangiz, bu nafaqat oshxona va taom ko'rki, balki butun oilaga salomatlik bag'ishlaydi. Rahmat. Videoni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Like bosishni unutmang. Salomat bo'ling.